Xullas bitta akaxonimizdan Oltaradan kelibdilar. Mana shunaqangi zo'r dopping variant qilib beryapman. Bu variantimiz xudo xolasa mana ko'rlik. Ikkita asalarining sutini mana chiroyli qilib solyapmiz. 20 grammda. Va 3 kilo mana undan beryapman. 50.05 dan xudo xolasa 1 oylik. Mana shuni o'zi ham kerak bo'lsa erkaklarimizni 1 oyiga 6 kilo 7 kilo vesini ham tashlatib beryapti. Mana qo'shyapman jenshinda mana 1 choy qoshiq emas, 1,5 choy qoshiq. Juda kuchli narsa qilib beryapman xudo xolasa asalga. Va kuchalamizdan mana 1 choy qoshiq qo'shib beraman xudo xolasa zo'r qilib. Va xurmoni mana gulchangidan xudo xolasa. Bundan akamiz uchun mana bonus qilib 2 choy qoshiq qo'shib beraman. Zo'r bo'lyapti Shanor. Xo'p, mana yatirishnikimiz ekan. Bu yatirishnikda mana aka xudo xolasa bo'lsin shu meni duo qiling zo'r bo'lsin deb 1 choy qoshiq to'ldirib solib beraman mana aka. Endi xudo xolasa mana shular chiroyli qilib aralashtiramiz. Inshaalloh o'sha iste'mol tartibini berdim. Xudo xolasa iste'molni qilib duolarda bizni eslab turaverasiz aka. Xudo xolasa zo'r variant bo'lyapti bu yoq. Shanoring. Hech kimga qilib bermaganim mana sizga qilib beryapman aka. Salomat bo'lasizlar.